Abdusamad amakini oyoqlari, bellari og'riyotdi. Mana anchadan beri bizani doimiy ko'riklarimizda bo'lib turibdilar. Abdusamad amaki qanaqa holatda keldingiz? Men kelganimda mana shu tizza, bel qattiq og'rirdi. Ko'chalarda davoladim, foyda olmadim. Mana shu zinadan chiqa olmay zo'rg'a kelganman bu yerga. Hozir qanaqa holat? Hozir yaxshi, oldingidan 1000 marta yaxshi bo'lib qoldi. Endi yana ozgina bor, chalasi shu birolar tugatib ketay deb keldim. Endi doktorlarga rahmat. Kelgan odamlar hammasi xursand bo'lib ketyapti dedi. Qanaqa tashxis qo'yishdi sizga? Grija bor dedi, razmerlar esimda yo'q. Shu yerda yemirilish bor dedi. O'tirib turish, hojatga borib o'tirib turish juda qiyin edi. Hozir Xudoga shukr yaxshi hammasi. Bor ozmoz holda shuni ham tugatay deb keldik-da. Qayerdan eshitib kelganingiz bizdan? Internetdan ko'rdim adashmasam. Oldin boshqa joyda davolanib bilmagan ekanman. Xo'p, oldin davolangan joylaringiz ukol dorilar qilishganmi? Ukol, dori, massaj ham qildi. Foyda sezmadim-da. Tavsiya berasiz qolganlarga. Qolganlar kelsa mana shu oyoq, bel og'riganda, yangi og'riganda kelsa, ikkita lichinada mana shu ko'rdim. Yurolmay qolgan opalar mana shu ko'tarishib keldi. Bitta ikkinchi lichinada o'zlari kelib, o'zlari ketdi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim shuni. Yaxshi kelsin odam bu yerga. Tavsiya beraman, doktorlarimiz yaxshi. Mana Surxondaryodan kelyapti yerga. Endi yaxshi foyda bo'lyapti. Kelsinlar. Kim bo'lsa ham avvalambor og'rimasin, og'riganlar kelsin yerga. Rahmat kattakon sizga. O'zingiz eshitdinglar, jonli, haqiqiy o'zlarining fikrlarini bildirdilar. Agar sizlarga ham bizani muolajalarimiz kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumot olib kelishingiz mumkin.